Yashash xonadoni noqonuniy daromad orttirish uchun emas, balki oila osoyishtaligi, farzandlar kamoloti va tinch hayot uchun mo'ljallangan muqaddas makondir. Afsuski, ayrim kimsalar ushbu maskanni qimorxonaga aylantirib, qonun talablarinigina emas, insoniy qadriyatlarni ham ochiqdan-ochiq buzmoqda. Eng tashvishli jihati shundaki, bunday yashirin qimorxonalar ko'p hollarda og'ir jinoyatlarga ham yo'l ochadi. Firibgarlik, boshqa turdagi qonunga xilof harakatlar aynan shu kabi uy sharoitidagi qimorxonalar orqali avj oladi. Bu holat esa jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdiddir. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda joriy yilning 23-yanvar kuni Asaka tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida 1991-yilda tug'ilgan shaxs yashash xonadonida 5 nafar tanishlarini to'plab, ularga moddiy manfaat evaziga tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yini uchun sharoit yaratib berganligi aniqlandi. Tadbir davomida qimor o'yini o'tkazilgan joydan 36 dona o'yin kartalari, 2.897.000 so'm pul hamda xonadon egasiga to'tal sifatida berish uchun tayyorlab qo'yilgan 40.000 so'm mablag'lar ashyoviy dalil sifatida xolislar ishtirokida belgilangan tartibda rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, qonunga xilof ravishda qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish jamiyat osoyishtaligiga, aholi tinchligiga hamda oila muhitiga ham jiddiy xavf soladi. Andijon viloyatida huquqni himoya qiluvchi organlar tomonidan bunday illatlarga qarshi qaratilgan tezkor profilaktik tadbirlar davom ettirilmoqda.